boya bittasi kim yozdi Telegramda, kimdir bu sinovli dunyo, bu bir nima dunyo deb aytadi-ku, bizning ota bobolarimiz. Qiyinchilik ko'radigan dunyo deb aytadi-ku, bizning ota bobomiz mana shunaqa deb ketgan-ku deb aytdi Telegramda bitta singlim shunaqa savol berdi. Men aytdim, sizni ota boboyingiz mana shunaqa aytib ketdimi dedim. Endi sizda yo'l bor dedim. Buyog'iga avlodga nimani aytish dedim. Misol uchun menga ham ota bobom shunaqa degan, lekin men uni avlodimga buni aytgim kelmayapti. Men o'zim bilan kurashdim, bilimlar oldim va o'zim uchun mana shu dunyoni jannatga aylantirdim. Men avlodimga bu dunyo jannat degan bilimni berib ketaman. Siz avlodingizga o'sha qiyinchilik bo'ladi, bu tashvish, bu yerda faqat qiyinchilik, bu hayot shunaqa tashvishsiz bo'lmaydi, boylikka erisha olmaysan, boy bo'lsang jahannamda yonasan, baxtga erishish qiyin, boylikka erishish qiyin. Mana shu kabi bor-ku, pul topish uchun eshikda ishlash kerak. Bu sizni ota bobongizdan kelayotgan narsami? Siz ham shuni genetikaga oldingizmi? Avlodingizga shuni tarqatasizmi? Sizni avlodingiz mana shunday ketaveradi. Hayot yomon, hamma joyda mana shu muammo bor, muammoni yechish kerak, bu sinovli dunyo, bir nima degan narsani siz avlodingizga beraverasiz. Men bermayman avlodimga. Menga ham shunaqa aytildi, men aytdim, yo'q, menga bunaqa yoqmayapti menga. Men bunaqa yashamayman dedim. Men jannatda yashayman. Men uchun juda ham oson, boylikka erishish oson, baxtli bo'lish oson, erga tegish oson, muhabbatga erishish oson. Hamma narsa oson bu dunyoda dedim-da, mana shuni genetikamga yozdim va avlodimga shuni aytib ketaman men. Men avlodim ham shuni nevaralarimga aytib ketadi. Nevaralarim evaralarimga aytib ketadi. Meni avlodimda faqat hammasi jannatda yashaydigan avlodni yaratib ketaman men. Mening qarorim shunaqa. Siz esa tashvishdan boshi chiqmaydigan avlodni yaratib ketyapsiz. Bu sizning tanlovingiz. Alloh sizga qarshi chiqmaydi. Sen shuni tanlading deydi, pechat qo'yib beradi. Bunda oltin xonimga qaraydi-da, sen shuni tanlading deydi, bunda pechat qo'yib beradi. Bu qizlar, tanlov o'zingizdan. Men shuni tanladim va bolalarimga, nevaralarimga shuni o'rgatyapman. Что bu dunyoda hamma narsa oson. Baxtli bo'lish oson, boy bo'lish oson. Hamma narsa oson.